Yaxshigina xushxursand chopasizlar, tomoshabinlar ustiga haydamaysizlar, polvonlar, otbozlar eshitib qo'yinglar. Mana rais bog'larimiz iltimos qilyapti, o'ng qanotimizda tok egilgan, tokka haydamaysiz. Mana shu maydonda otlar kam. O'sha uyni to'g'riga borib quloqlar tayinlanadi, to'g'riga eglaverasizlar. Hammalaringdan iltimos shunday bo'ladi. O'yin yaxshi bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Qani bir aylantirib kelinglar. Bosh taqimga albaraka toping. Salomat bo'ling. Kimdir bu yosh polvonimiz o'rgansin, mana shu gashtakda o'rganasizlar. Yosh polvonlar ham gashtakda o'rganadi. Tez mana tez kit boshlandi. Hozir chekara qoldiringlar boshlaymiz. Polvonlar yaqinroq kelinglar. Polvonlar. Tashlama, to'xtat. O'zimiz aytamiz, to'xtat. To'xtatinglar. Hamma yig'ilib keldimi? Başka. Orqadagi polvonlar keldimi? Kelinglar, vaqt ketdi. Hozir boshqa olamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli polvonlar, otbozlar. Avvalo barchangizni kirib keladigan milliy bayramimiz bo'lgan ulug' ayyom, Navro'z ayyom bilan hammangizni tabriklaymiz. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, oilalarimizga tinchlik, xotirjamlik, Navro'z olam barchamizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka kelsin. Har kunimiz Navro'z bo'lsin. Navro'z ayyom barchamiz bilamiz. Yosharish fasli, ulug' kunlar, yana qolaversa ulug' Ramazon oyida turibmiz. Ramazon oyining oxirgi kunlari barchangizni mana shu muqaddas Ramazon oyi bilan, Navro'z ayyomi bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, oilalarimizda, ro'zg'orlarimizda, mahallarimizda tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, zamonamiz tinch. Xalqimizni nimaiki orzu niyatlari bo'lsa, ilohim niyatlariga yetib, orzu umidlari ushalsin. Otbozlarimiz, sizlarga Xudodan omad, otlarimizni rizqini bersin, polvonlarimizga Alloh kuch-quvvat bersin. Yilimiz xosiyatli kelsin, yilimiz ilohim barakatli yillar kelsin. Chorva uchun ham, dehqon uchun ham, fermerlar uchun ham ilohim yaxshi yillar kelsin. Xislatli yillar kelsin. Mana tumanimizda qancha ko'pkarilar ro'za oyigacha bo'lib o'tdi. Mana shu to'y qilganlar ilohim niyatlariga yetib, bundan da yaxshi to'ylar, sunnat to'ylari, ko'pkari iloh to'ylari qilib berishlik yanada nasib aylasin. Hammangizga yana bir bor sog'lik, salomatlik tilab, Navro'z bilan tabriklaymiz. Jozmon ahlini hammalaring yaxshi bilasizlar, mehmondo'st xalq. Barchalari deyarli 30% ziyodroq yigitlarimiz o'qishli, oliy ma'lumotli, turli javohirlarda faoliyat ko'rsatib kelyapti. Mana shu yigitlarni ham ilohim Allohim omadlarini bersin. Yoshlarimiz baxtli bo'lishsin. Yosh o'g'lonlarimiz ulg'ayib voyaga yetib, xalqimizga, yurtimizga xizmat qiladigan oliyjanob, tadbirkor yigitlar bo'lishini Xudodan so'raymiz. Bugun mana boya ham aytdik, Amirul rais bog'imiz bir necha yil oy oldin niyat qilib beruvdi, Jozmonda bitta o'yin qilib beramiz. Mana shu mahalliy xalq bilan, tadbirkorlar bilan, fermerlar bilan birgalikda deb yuruvdi. Mana bugunga taqdir qilgan ekan. Bugun chiroyligina chopib, bir-birlariga yordam qilib,
Bu uloq toplaydigan narsa. Baraka topkunlar. Bir-biringga ortiqcha gap, so'z, bu meni ulog'imidi, men ko'taruvdim, falonchini oti degan narsa yo'q. Hamma sizlar uchun, biz uchun hammalaring birdek. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Bizdan oldin ham zo'r polvonlar o'tgan. Esingizdan chiqarmang. Yozmonda ham zo'r polvonlar o'tgan keraksa. Xudo rahmati Rizoqul polvon bog'lar, Said bog'lar. Mana shu insonlar ham xuddi sizlarga o'xshab ot chopishgan, ot boqishgan. Mana shu o'tgan aziz polvonlarimizning ruh va ruhlari doim sizlarni qo'llasin. Ilohim amin. Shu bugungi o'yinimiz chiroyli bo'lsin. Sog' salomat o'ynab kulib vatanga, bola chaqani oldiga boringlar, yiqilinglar. Yiqilmanglar ilohim, yiqilmanglar. Surilmanglar. Xorlik, zorlik ko'rmanglar polvonlar. Navruz oyyom hammamizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik olib kelsin. Otlarning tagidan shamol essin, polvonlarni bellariga Xudo kuch-quvvat bersin. Amin. Allohu akbar. Bitta uloqda aylaysizlar, bir joy namoz 50 ming so'm. Haydanglar polvonlar. Bitta ana shu uyni oldiga borib kelaverasizlar. Rais bo'g'on uyni oldiga. Haydanglar. Niyat qilgan insonlar marhamat kelaverasizlar, hammani e'lon qilib boraveramiz. 70 ta solim tashkil qilingan, yana qo'shib boraveramiz. Qani harakat qilamiz. O'ynab, kulib chopinglar. Birinchi solim, bir joy namoz 50 ming so'm. Tashlab qaytib kelaverasizlar. Hozir ot kam-ku, ko'paysa yana ko'paytiraveramiz. Kerak bo'lsa shungacha uloqda aylaymiz agar otlar ko'paysa. Tasodifan tashkil bo'ldi. Ko'pchilik eshitmagan. Xudo xolasa borini baham ko'raveramiz. Qani harakat qil polvon. Shohrux polvon ko'tar. Shohrux polvon mahkam bo'l. Qani Shohrux polvon. Asrofim qusina. Burun boshqa o'tdan bos. Uloq Shohrux polvondan tushdi. O'ramas. G'ayrat polvon shogird o'zingda ham bir qamchi so'q. Boshqa o'tdan bos Shohrux polvon. Qani harakat qilamiz, o'ynab kulib. Yosh polvonlarga ham imkoniyat beringlar. Bular ham o'rgansin. Kameron polvon bor, Shohrux polvon bor, katta polvonlarimizdan. Hayot polvon bor. Shahboz polvon bor. Qani shogirdlaringga ham yordam qilinglar. Qani ko'tar. Ko'tar polvon. Ko'tar polvon. Asta-asta hushyor bo'lib Shohrux polvon tagingda uloq. Qani harakatda. Qani. Ko'tar bir joy namoz 50 ming so'm. Qani maydonga Hayot polvon Jilovdol. Hayot polvon Jilovdol taqimga bos. Boqqa aydamaysan Hayot. Otni jilov pastda. Qaytarib bos. Hayot polvon mahkam bo'l. Barakat top. Halol. Shtoblik yosh polvonimiz Hayot polvon omadingni bersin. Bir joy namoz 50 ming so'm so'm berasiz. Hayot polvon, Doston polvon shogirdlari omadingni bersin Hayotjon. Suyunboy hojibomiz, mashhur otbozimiz Suyunboy hojibomning tapponchasi bilan omadingni bersin. G'ayrat polvon shogirdlaridan Suyunboy hojibomiz, mashhur otboz tapponcha laqabli oti bilan yosh polvonimiz Hayot polvon omadingni bersin. Sodiq rais ikkinchisi nima bilan qiladi? Bu ham bir joy namoz 50 ming. Uloq kamlik qilsa yana tashlatamiz. Sizlar xush xursand chopsalaring bo'ldi. Ko'tar.
Ko'tar Shohrux polvon. Qani Shohrux polvon mahkam. Shohrux polvon mahkam bu. Yana Shohrux polvondan taka yerda. Ko'tar. Qani mahkam bu polvon. O'tar. Maydonga hayda, tashla halol. Halol mana bu yigit. Erjigit raisning oti bilan Jo'rabtepa. Erjigit raisning oti bilan Boytumor laqabli oti bilan Magomed polvon yosh polvonimiz omadingni bersin. Magomed polvon Jo'rabtepadan Erjigit raisning oti bilan, tumori bilan omadingni bersin. Yana olib qo'yinglar. Tashla, ikkalasini bunisi ko'targanda bunisi taylaysizlar. O'yin sovumasin. 2 soatgina 1 yarim soat chiroyli o'yin bo'lsa bo'ldi.